eng iqtidorli, iste'dodli yoshlar yig'ilgan. Ular o'rtasida sen iste'dodlisan ko'rik tanlovini bugun ochilish marosimida turibmiz. Asrar edim begona ko'zlar. Doim aziz hurmatingga, unutmaymiz mehnatingga. Doim aziz hurmatingga, unutmaymiz mehnatingga. Jonajonlar, mehribonlar, aziz ustozlar. Bugungi tadbirimiz umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida inklyuziv ta'lim hamda uyda o'qitilayotgan o'quvchilar o'rtasida sen iqtidorlisan tanlovi o'tkazilyapti. Asosiy maqsadi Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarining inklyuziv ta'lim sinflari va uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar o'rtasida sen iqtidorlisan tanlovi o'tkazilyapti. Ushbu tanlov men ham shu vatanning bir bo'lagiman shiori ostida ishtirokchilarning iqtidorini va iste'dodini keng namoyish etishni ta'minlaydi. Shuningdek, ularda madaniyat va san'atga bo'lgan qiziqishlarni rivojlantiradi. 30 dan ortiq maktabdan kelgan ishtirokchilar qatnashyapti. Ularning ichida iqtidorli o'quvchilar juda ham ko'p. Inklyuziv ta'lim sinflarida ta'lim olayotgan va uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan o'quvchilar o'rtasida sen iste'dodlisan degan ko'rik tanlovining tuman bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ko'rik tanlovini tashkil etishdan maqsad mana shu umumta'lim maktablarida inklyuziv ta'lim sinflarida va uyda yakka tartibda ta'lim olayotgan imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatning bir bo'lagi ekanligi, bularni mana shu jamiyatga moslashuvini ta'minlash maqsadida tashkil etilyapti. Tuman bosqichining shiori ham shundan iboratki, men vatanning bir bo'lagiman deb shiori ostida tashkil etilyapti. Shundan ham ko'rish mumkinki, o'sha imkoniyati cheklangan bolalar jamiyatimizning bir bo'lagi ekanligi, bular doim e'tiborda ekanligi, bular mana shu umumta'lim maktablarida o'qiydigan sog'lom bolalar bilan bir vaqtda bir qatorda o'qiyotganligi, bular doim e'tiborda ekanligi hammamizga mana ko'rinib qolaversa, mana muhtaram prezidentimizning mana shu 5 tashabbus, muhim tashabbus tashkil etilgan bo'lib, mana shu sohada ham bularni o'sha ishtirok etayotganlik, mana shu imkoniyati cheklangan bolalarning ishtirok etayotganlik katta bir faxr tuyg'usini uyg'otadi. Mana shu bolalarda madaniyatga va san'atga bo'lgan qobiliyatlarni rivojlantirish, iqtidorlarni rivojlantirish ekanligi ko'zda turibdi. Bu bolalarda imkoniyati cheklangan, mana shu inklyuziv ta'lim sinflarida o'qiydigan, uyda yakka tartibda o'qiydigan imkoniyati cheklangan bolalarga bu ham bir e'tibor deb qaraymiz.